Assalomu alaykum. Mana bugun Tianshi ofisida Angren shahrida bizani mahsulotimizni iste'mol qilib natijalar ko'rgan Mullabekova Xilva xolamlar Xojona shu yerdalar. So'z beramiz bularga, o'zlarini tanishtiradilar-da, nima kasal bo'lgandilar, nimalarni ichib, nimadan tuzaldilar, aytib beradilar. So'z sizga. Aytaveraymi? Aytavering. Men Mullabekova Xilvaman. Xudo xolasa mana shu Tianshanga birinchi rahmat deb qo'yaman-da endi. Mana shu 4-sentyabr kuni rosa qattiq kasal bo'lib, nimaga tushdim. Zangatana. 11 kun og'irxonada yotdim. 6 kun nimada yotdim? Palatada yotdim. 17 kunda chiqib keldim. Shundan kelib ancha yaxshi bo'ldim. Shu kelganimdan keyin bir oy, 2 oydan keyin qaytadan kasal bo'ldim. Qishi bilan yomon kasal bo'ldim. Bolalar olib yuraverdi, qayoqqa bo'lsa, hech bormagan joyim qolmadi. Andijon, Toshkent, Angren. O'zim ana shu mening onam 85 ga keldi deb qarab turmadi. Butun bolalarim, qizlarim, o'g'llarim chavib bormagan joyim qolmay, nechinchidan yedim, shu apreldan boshladim men. Apreldan mana shu qizlarim menga mana shu darini tavsiya qildi. Shu darilarni ichganimdan keyin kundan kunga o'zimga kelib yaxshi bo'ldim. Hech qolmagan ekan, hamma joyimni olib ko'prik yeb qo'ygan ekan. Mana endi ham tari kamjay bor. Turularyapti mana. Necha oy bo'lgan bo'lsa apreldan beri. Mana shu darilarning hammasini yedim. Qayta yeb yotibman. Xudo xolasa quvvatim yaxshi. Mana shu yuribman. Tug'ilgan kunga kelaman, to'yga boraman. Haziran bo'lsa yeb yotibman mana shu narsani. Kataragim ham, ko'zim ham g'ubor bo'lib qoldi, ko'rmay. Keyin ko'zim ham, mana shu ko'zim ayniqsa ochilib qoldi mana shu. Buni endi mayli. Hozircha ochilib boryapti ko'zlarim ham. Ancha sabab tortdim mana shu. Oyog'im ham yaxshi. Xudo xolasa oyog'imdan amaga bordim, Andijonga borib 10 kun asalari olib hamma yo'g'imdan keldim. Avvali Xudo mana shundan hamma oyoqlarim ham, yuraklarim ham odob bo'lib ketgan ekan, hammasi ishlanib kelyapti-da. Shukr. Xudo xolasa. Xudoga behisob shukr qilaman. Mana shu sababchilarga kattadan katta rahmat. Avvali Xudo o'zi panohida asrayversin. Men nimalarim shu. Rahmat.